Hozirgi oilalarda yetishmayotgan narsa bu go'sht, yog', un, pul emasda, to'g'rimi? Hozirgi oilalarda yetishmaydigan narsa o'rtoqlar bu muhabbat, mehr, e'tibor, sevgi degan narsalar, romantikroq qiladigan bo'lsak. Chunki qaysi oilada muhabbat kam bo'lsa, u oiladagi muammolar kattaga o'xshab ko'rinaveradi. O'zi arzimagan muammochalar kattaga o'xshab ko'rinaveradi. Masalan, ayol erini yaxshi ko'rsa, u nos cheksa, og'zi sasisa ayoliga bilinmaydi-da, oshiqqa ma'shuqning qusuri bilinmaydi. Agar sevsa, uni ayblari ko'rinmaydi. Agar eri ham xotinini sevadigan bo'lsa, uni gaplaridan jazavasi qo'zimaydi, hamma gapiga ham asabi buzilavermaydi, qilayotgan kichkina xatolariga ham jahl qilmaydi. Nimaga? Yaxshi ko'radi. Hozirgi oilalardagi kamayib ketayotgan narsa muhabbat. Meni fikrim. Bu sizning ham fikringiz menimcha. Agar to'g'ri bo'lsa bitta like bosib qo'ysangiz, mana shunaqa oilalar ko'rsa, balki muhabbatlari uchun harakat qilar. Er xotini uchun, xotin eri uchun, bir-birini ko'nglini olish uchun. Haligi aytadi-yu, ochlikdan xor bo'lgan ayolni ko'rmadim, lekin hamma narsasi yetarli bo'lib turib, xor bo'lgan ayollarni ko'pini ko'rdim degan ekan u falonchi pistonchilar.